Salom hammaga. Bugun biz Minecraftda noldan uy quramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu albatta daraxt chopish. Daraxt chopishni ham boshlab oldik. Xo'p, lekin daraxt ko'proq kerak bo'ladi albatta. Daraxtlarni ham chopmayapmiz. Aytgancha bizga albatta podpiska bo'lib qo'yishni unutmang. Like va kommentariy ham yozib qoldiring. Menga shu blok yoqadi, shuning uchun shu blokni tanladim. Kommentda sizga qaysi blok yoqishini yozib qoldiring. Men uchun bu juda ham qiziq. Qilich va boltani oldik. Endi esa yana daraxt chopishni davom ettiramiz. Xo'p, daraxtlarimiz ham juda ham ko'p. Juda ko'p. Shuning uchun bu juda qiyinchilik keltirishi mumkin. Mana endi uyimizni ham davomini bitiryapmiz. Xo'p, o'ylab qarasam biroz qiyshiq bo'lib qopti. Buni hozir to'g'rilaymiz. Albatta buning uchun bizga zinapoya va boshqa detallar kerak bo'lishi aniq. Xo'p, noto'g'ri qo'yilib ketdi. Uzr. Buni hozir to'g'rilaymiz. Xo'p. Yaxshi ketyapti menimcha uyimiz. Uyimiz chiroyli chiqayotgan bo'lsa, undan birgacha baholab keting kommentariyada. Bu yerga qarab qiyshiq bo'lgan degandim. Mana naqamiz sinib ketdi taxtamiz. Endi yangi bolta olishimiz kerak. Buni ham oldik. Chunki eshik qo'ymabmiz-ku. Eshik ham qo'yishimiz kerak axir. Eshikni qo'yib qo'yaylik. Mana bizning eshigimiz. Xo'p. Endi bu yerga bularni kesishni boshlaymiz. Go! Aytgancha sizlarga bir yangiligim bor. Agarda shu videoda 50 ta like qilsalaring, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi, ikkinchi epizod chiqadi. Uyni iloji boricha 4 qavat qilamiz ikkinchi videosida. Keyin esa albatta bu videoga like bosishni unutmang, obuna bo'lishni ham unutmang. Hozir mana bu yerdagi devorlarni qo'yib qo'ysak, ishimizni pashta bitirgan bo'lamiz. Hozir bularni chekkalarini chiroylab chiqamiz. Chunki hozir oq daraxt bo'lsa, beryoza bo'lib qolib, xunukroq chiqyapti. Shuning uchun chiroylab chiqishimiz kerak. Xo'p, endigi qiladigan ishimiz esa nima qilishimizni o'ylab turibman. Siz esa podpiska bossangiz, shu videoyimizni ikkinchi qismi chiqishiga o'zingizni hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Iltimos, obuna tugmasini bosib keting. Yana bir yordam so'rayman sizlardan. Agar shu videoni ikkinchi qismi chiqsa, ikkinchi qismida va'da beraman, bu uyni 4 etaj va yoniga basseyn qo'yib quramiz. Basseyn o'ylayapsizlarmi? Shunday issiq kunda bitta basseyn qurib, unday cho'milamiz. Lekin bitta yaxshi va yomon xabarim bor. Ularni esa ikkinchi qismida aytaman. Agar sizga qiziq bo'lsa, o'zingizni fikringizni yozib qoldiring va podpiska bo'lishni unutmang. Uyimizning ikkinchi qavati ham yaxshi chiqdi degan umiddaman. Uyimiz yaxshi, normalniy bitgan. Eshikni ham qo'yib qo'yamiz va uyimiz tayyor. Ana uyimiz juda ham chiroyli chiqqan. Iltimos, podpiska va like bosishni unutmang. Qani go!